Antonov An 80 yoshli samolyotga qisqacha obzor qilamiz hozir. Bu samolyot SSR paytida Ukrainada Antonov degan zavodda Antonov degan instruktorlar tomonidan qurilgan SSR paytidagi eng ko'p ishlab chiqarilgan samolyotlardan biri hisoblanadi. Buni ko'pincha yuk tashishda, odam tashishda yoki dalalarga dori, anaqa ximikat sepishda ishlatilgan. Hozir turibdi. İçini kirib obzor qilib ko'ramiz. Xo'p. Passajirskiy kirib ko'ramiz. Запуск. Aziz do'stlar. Ha, gaz. Abu, qo'ling bilan bunday qilibdi, ha? Aha. Aha. Mana qara. Ketdi. Endi samolyotning dum qismiga o'tamiz. Ko'tarmasiz u. Shu ko'rinish degan dum qismi. Bitta troslar bor ekan. Samolyot juda kompakt qilib ishlangan, juda qulay.